İctimai taratqu və ruhi sağlamlıq. Yaqından buyon tədqiqatçılar öz diqqətini yanfon və ictimai taratqularning yamirishidan iborat yana bir asoslıq gumonlarga ag'dirishdi. Tədqiqatda ko'rsatilishicha, ruhi sağlamlıq məsələlərinin ko'payishi ijtimoiy taratqu və aqliy fonlarning maydonga kelishi və umumlashishi bilan zich munosabatlik ekan. Darvaqa bu yangi texnikaning ba'zi ijobiy ishlatilish o'rni va ta'sirlari yo'q emas. Ammo uning intayin kuchlik salbiy tarafi borligi shaksiz. Masalan, hozir ijtimoiy taratqular dastlabda uningdan kutilgan umidlarni oqlay olmadi. İctimai taratqular turli yangi sadolarning o'ttirg'i chiqishiga sahna hozirlab berish kerak edi. Aksicha, hozir u barliq sadolarni ayirib etilgan tar bo'shliqlarga band qildi. Bu ijtimoiy rishtani ojizlatdi. Hozir hammamiz tang ko'radigan, boshdan kechiradigan yoki qo'shiladigan ish qolmadi. İctimai taratqular o'xshash fikrdagi kishilarni bir yerga to'playdigan bo'lg'achqa, biz amaliyotda bu supalar orqali o'z-o'zimiz bilan paranglashayotimiz. Dastlabda ijtimoiy aloqa vositalari kishilarni bir-biriga texmo bak bog'laydi deb qaralgan edi. Ammo ijtimoiy aloqa to'rida nurg'un vaqt sarf qiladigan kishilar o'zini texmo bak yolg'iz his qilmoqda. Buningdan sirt, ijtimoiy taratqularning mazmuni va mexanizmi uning salbiy ta'sirini texmo kuchaytirib etishi mumkin. Mazmun nuqtasidan aytganda, ijtimoiy taratqular dunyoni bir taraflama va burmulangan tarzda tasvirlaydi. Mazmun ko'rish qitim sonini oshirish uchun loyihalangan bo'lg'achqa, u iste'molchilarga ular ehtiyojliq, ular uchun muhim yoki yaxshi mazmunlarni emas, balki ular qiziqishi mumkin bo'lgan narsalarni ko'proq tavsiya qiladi. Yana kelib, ijtimoiy taratqularda nurg'un axlat mazmunlar bor. Ammo ijtimoiy taratqularda haqiqiy qimmatli mazmunlarni to'plash va tavsiya qilish mexanizmi bo'lmag'achqa, ishonchli mazmunlarni ishonchsiz uchurlardan ayirish ba'zi mushkul. Saxta, xato yoki yomon g'arazlik mazmunlar hamma yerni qoplagan. Ammo bu taratqular yoshlarni haqiqatni yolg'ondan, pokitni to'qilmadan, cho'nqur mazmunlarni parcha-purat uchurlardan, hatto haqiqiy odamni paranglashish robotlaridan ayiradigan farqlantirish quroli bilan ta'minlamaydi. Ma'lum ma'nodan aytganda, ijtimoiy taratqularning mazmuni ham bak tasqalgan, ham tuzuk tasqalmagan. Bak tasqalgan deyishimizda, kimning nimalarga qiziqishi mumkinligini hisoblash usuli sizni faqat qiziqishingiz mumkin bo'lgan mazmunlar bilan ta'minlaydi. Tuzuk tasqalmagan deyishimizda, yoshlar bu supalarda aslida ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan nazorat qilinish kerak bo'lgan mazmunlarni ko'ra oladi. Ijtimoiy taratqu uchurlari bolalarga bak kichik chig'dala intayin shiddatli tarzda yo'porilib keldi. Bu xuddi musobaqa mashinasini 12 yoshlik bolaga haydashga bergandekla xatarlik ishdir. Mexanizm jihatdan aytganda, ijtimoiy taratqu bu jihatdami bir talay masalalarni ilib keldi. İctimai taratqudagi uchur eqimi kecha-kunduz 24 soat to'xtamay davomlashib turadigan bo'lib, videoliq va ovozliq yangi uchurlarga har vaqt erishgili bo'ladi. Holbuki, bu xil mo'l tanlash imkoniyatining orqasiga to'limi ichinishliq mundaq bir reallik yoshiringan. İctimai taratqu sizga qaysi mazmunni ko'rish jihatda nurg'un ushoq tanlash imkoniyatlarini berish bilan bir vaqtda sizni mayli ijtimoiy taratqudagi yoki boshqa yerdagi texmo muhim tanlash imkoniyatlaridan mahrum qiladi. Siz ekronni seyrishda, Twitter yozmalarini yo'llashda tamoman erkin. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib, siz ijtimoiy taratqusiz yashay olmaydigan holga kelib qolasiz. Mexanizm jihatdan aytganda, ijtimoiy taratqu Amerikadagi yemaklik sohasiga o'xshaydi. Yemaklik sohasining muddaosi bizning sog'lomligimizni qo'g'dash yoki yaxshilash bo'lmasdan, bizga texmi ko'p yemaklik setishdir. Bu soha izchil bizning ishtoyimizga tajovuz qilib keldi. Biz aslida tatliq narsalarni yaxshi ko'ratdik. Chunki u yaxshi ozuqliqqa, pishgan mevalarga va ko'ktatlarga vakillik qiladi. Keyin biz borgan sari ko'p yeydigan bo'lib ketdik. Xuddi ko'p yeyish to'qliqda yashaydigan oq so'ngaklarning ishidek, oz yeyish ocharchilik zamonlardagi chorsizlikdan bo'lgan deyildi. Yemaklik sohasidagilar ozuqliq tarkibi yuqori yemakliklardagi tatliq tarkibni chiqarib,
uni boshqa nachar narsalarga qo'shib pishiqlab ishladi va bizga shu narsalarni yegizdi. Natijada aslida tatliq narsaga amroq bizlar tatliq tam kirgizilgan axlat yemekliklarni bo'lishchi edik. Shuningga o'xshash ijtimoiy taratqumo sizni tarbiyalash yoki yuksaltirishni emas, balki sizni o'ziga borgan siri chang bog'lashni maqsad qilgan. Shu vajidan u bizning yangilikqa va ijtimoiy basxo'rlikqa bo'lgan tabiiy erismanligimizni suiiste'mol qilib, oyga chiqmas yangiliklarga va oshqun ijtimoiy basxo'rlikqa to'lgan muhit barpo qildi. O'tmishda yangilik aralab yuz berib turadi. İctimai taratquda bo'lsa, har vaqt yangilik yuz berib turdi. Biz ilgari o'zimizni mahalladagi eng chiroyli kishiga solishtirdik. İctimai taratquda bo'lsa, biz o'zimizni dunyodagi eng chiroyli kishiga solishtiradigan bo'ldik. Shunisi ajablanarlik emaski, natijada biz har vaqt zehnimiz allanimalarga chechiladigan, o'zimizni noqobil his qiladigan va ijtimoiy taratqulardagi oyga chiqmas axlat uchurlardan mahrum qilishdan qo'rqadigan bo'lib qoldik. Agar siz suv uzishni o'rganishdan ilgari sizni daryoga tashlavatsam, tunjiqib o'lishingiz mumkin. Lekin bu sizning emas, mening xatoliqim bo'ladi. Chunki u chaqda men sizni o'zingiz huddisidan chiqolmaydigan bir muhitga tashlab qo'ygan bo'laman. Ana shuningdek, yangi va kishining ishtihosiga ko'ra tayyorlangan uchurlar zinhar o'ksib qolmaydigan bir muhitda kishilarning bu uchurlarni mas'uliyatchanlik bilan iste'mol qilishidan umid kutguli bo'lmaydi. Bizning o'zlik sistemamiz bargan siri o'zimiz ijod qilgan texnikaviy muhitga taqobil tura olmas bo'lib qelyotdi. Bu xil ahvolda yoshlarning qattiq bisim ostida qilishi ajablanarli ish emas. Ijtimoiy taratqu vaqtimiz va zehnimizni sijil va unumli mashg'ul qilib, bizni boshqa muhim ishlarni qilish imkoniyatidan mahrum qildi. Masalan, u bizning uxlash vaqtimizni qisqartirdi. Natijada uyquning yetarsizligi kayfiyatimizni nacharlashtirib, umumiy funksiyamizni ojizlashtirdi. Buningdan boshqa, ijtimoiy taratqu ijtimoiy mahoratlarni o'rganishni o'z ichiga olgan unumli o'rganish vaqtimizni egallab oldi. Ijtimoiy taratqu bolalarni kishilar bilan bevosita aloqalashishdan keladigan ruhiy ozuq va bu jarayon uchun zarur bo'lgan mahoratlardan xoli holda tugumas yangilik va jalb qilarlik kechirmishlar bilan ta'minlaydi. Bu xil ahvolda ijtimoiy munosabatlarning nacharlab, g'ayriblik tuyg'usining kuchayib ketishi ajablanarli emas. Kimlik va qimmat qarash masalalarini hal qilish uchun zarur bo'lgan psixikalik yetilish hamisha jismoniy taraqqiyotning orqada qoladi. Ijtimoiy taratqular yoshlarning kimlik va ijtimoiy o'rin to'g'risidagi masalalarni bir taraf qilish iqtidoriy taraqqiy qilishdan ilgirla ularni bu vaqtdagi uchurlarga g'arq qilib gangirtib qo'ydi. Undaqda ijtimoiy taratqularni tizginlash uchun nimalarni qilish mumkin? İnsoniyatning tamaki chekish masalasiga qanday muomala qilganligini o'ylang. Biz tamakining qayerda va kimga e'lon qilinsa, setilsa va ishlatilsa bo'lganligiga chek qo'ydik. Shundaqla biz uning tanarxini o'stirdik. Biz ammoga tamakining ziyni to'g'risida tarbiya berdik hamda tamaki shirkatlarining aldamchilik qilmishlari uchun ularni sudda javobgarlikka tortdik. Biz taratqularda tamaki chekmaydiganlarni ulgu ko'rsatish orqali tamaki chekish modadir, jalbgarlikdir degandek botil safsatalarga hujum qildik. Shundaqla shaxslarning tamaki tashlashiga yordam beradigan programma va qurollarni taraqqiy qildirdik. İjtimoiy taratqularning salbiy ta'sirini kontrol qilishdimi, shuningga o'xshash ko'p qatlamli tirishchanlik ko'rsatishga muhtojmiz. Kimning qanday mazmunlarni ko'ra oladiganligi to'g'risida cho'qim belgilama bo'lish kerak. İjtimoiy taratqularni haddidan ziyoda ishlatishning xavfi to'g'risida ommaviy tarbiya ilib berilishi kerak. Ba'zi muhitlarda ijtimoiy taratqularni ishlatishni cheklaydigan belgilamalar bo'lishi kerak. Hozir maktablarda nutq programmalargacha xili ko'p joylarda yonfon ishlatish cheklandi. Maktablarda cho'qim ijtimoiy taratqu savotlari to'g'risida majburiy darslar ta'sis qilinishi kerak. Sorunlarda telefon ishlatish xuddi yerga tukirishga o'xshashla madaniyatsizlik deb qaralishi kerak. İjtimoiy taratquni cheklashga moyil makro muhit barpo qilinib, xalqmi shuningga mos holda oqartilgandan keyin ota-onalar ijtimoiy taratqularni sog'lom tarzda ishlatish odatini yo'lga qo'yish
va bolalar shundoq odatlarni yetildirish fursatiga erishidi. Shu orqali ijtimoiy taratqularning foydasini eng yuqori chekka yetkazib, ziynini eng tuvan chekka tushirish mumkin bo'lg'usi.